Assalomu alaykum. Avvalo qadrli Manzura opa, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Endi o'qituvchi ham aytadi-ku, shu meni bitta bo'lsa ham eshituvchi kerak, o'tishda uxlab o'tiradigan odamdan ko'ra deb. O'ylaymanki, shunaqa eshitadigan, qadrini zargar biladigan insonlar yig'ilgan deb o'ylayman. Avvalo sizlarni mana shu bugungi kitobxonlik haftaligi, mana shu kitobxonlik bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Hamisha mana shu yoshlarimizga bilim, kitob, hayot yo'llarida hamroh bo'lishini tilayman. Men Manzura opani mana shu sohani juda ham bir fidoyi, juda ham bir shu ishiga o'zini bag'ishlagan bir jonkuyar bir inson sifatida bilaman. Ilmini, o'sha salohiyatini mana shu sohaga, eng kamtarin sohaga, eng fidoyilikni talab qiladigan odamga bir moddiy bir narsa bermaydi, lekin odamda bir umrini, jonini oladigan bir sohaga bag'ishlab o'tyapti. Albatta bu nihoyatda men o'ylaymanki, mana shu ilmni ichida, kitoblarda orasida o'tayotgan umr eng bir aziz umr, eng bir qadrli umr, hikmatli umr. Asrlar bo'yi allomalar yashab kelyapti. Asrlar bo'yi kitoblar yashab kelyapti. Mana oddiygina mana shu Sherobodimizni misol qilib oladigan bo'lsak, mana Imom Termiziy bobomizni maqbaralari bor, shu yerda ziyoratgohi bor, shunday bir muqaddas tuproqda yashaymiz. Mana shu kishini ham o'tganiga 1000 yildan oshib ketdi. Lekin u kishini hadislari, u kishini xizmatlari, u kishini o'sha bilimi, ma'naviyati yashashda davom etyapti. Butun dunyoga bir nur taratishda davom etyapti. Mana shu kitobni bitta misoli sifatida aytadigan bo'lsak, mana bugun Imom Termiziy bobomizni qanchalik bilamiz? Buni bilish uchun biz kitob o'qishimiz kerak, bilimlarimiz boyishi kerak. Vatan haqida juda balandparvoz gaplarni gapiramiz, lekin vatanda faqat so'zda emas, vatanda bir tafakkurda tanish kerak. Qalbdan tanish kerakki, o'sha vatanda azizlarini, vatanda o'sha muborak zotlarini, o'sha ma'naviyatidan xabardor bo'lishimiz kerak. Masalan, shu Imom Termiziy bobomiz 14-15 yoshlarida Makkaga ilm izlab jo'nagan. Endi hozir ham o'sha biz zamonaviy nuqtai nazardan qarasak ham, hozir yoshlarimiz chetga o'qishga ketyapti, qani grantlar yutyapti, sertifikatlar olyapti. Mana o'sha paytda shunaqa jo'nagan, keyin yo'lda bir alloma odamlarga duch kelgan, bir olim odamlarga, "Sen qayerga boryapsan? Men shu Makkaga o'qishga ketyapman" desa, "Sen o'zi bir yosh bola ekansan. Sen payg'ambarimizning hadislaridan bir 60 tani menga aytib berchi" degan. Keyin boyagi Termiziy bobomiz 60 ta hadisni yoddan haligi olim odamga aytib bergan. Boyagi olim ko'zini yumib, ochib qaragan, bu qay bir joyda o'qidimi desa, qo'lida hech narsa yo'q. Bu qanaqa qilib bunaqa ko'p bola hadisni bu yoddan bilar ekan deb qoyil qolgan ekan. Mana shu zotlar dunyoda agar o'sha payg'ambarimizni ilmiy merosini, o'sha hadislarini dunyoga bir tarqatgan, targ'ibot qilgan muhaddis olimlar 6 ta bo'ladigan bo'lsa, shuni biri sifatida Imom Termiziy bobomiz qayd etilgan. Biz 2021-yilda viloyat hokimligining tashabbusi bilan Hurayda degan jurnal ochdik. Bu jurnal endi viloyatda bitta jurnal, boshqa jurnal chiqmaydi. Endi qanchalar qiyin bo'lmasin, endi jurnallar mana bu qimmat qog'ozlarga chiqadi, og'ir bo'lmasin, obuna ham hozir o'ziga yarasha, lekin shu jurnalni chiqarib turibmiz. Endi bu jurnalning maqsadi ham mana shu Termiziy allomalarida bisotini targ'ib qilish edi, yoshlarimizga o'shani singdirish edi. O'sha Hurayda degan nomni tanladik. Hurayda lug'aviy ma'nosini oladigan bo'lsa, hurlik, erkinlik, u ayda intilish degan ma'noni anglatar ekan, ya'ni hurlikka intilish. Qaysi ma'noda qachon hur bo'ladi odam? Qachon o'zini fikriga ega bo'lsa, o'sha odam erkin bo'ladi, hur bo'ladi. O'zini fikriga ega bo'lish uchun odam albatta o'qish kerak. Albatta o'zini hayotda bir bilimdan, ma'naviyatdan o'zini topish kerak. Qancha diyorlarda sayr etib yurdim, qancha manzillarda tuzdim oshiyon, oxir bir hikmatga yuzimni burdim, siylangan joyda azizdir inson.
yurtim, senda ekan nasibam tugal, sen o'zing maskanim, sen o'zing shonim, sen onam, sen yorim, singlimsan azal, ey joni jahonim, O'zbekistonim. Ista qismatimga o'zing ber barham, ista yaxshi kunda nomim qilgin yod, mensiz ham mukammal ekan bu olam, mensiz ham baxtga yor ekan odamzod. Faqat yurtim sening bolangday bo'lib, qo'llaringdan tutib keta olsam bas, sen piri komilsan, men senga muhib, meni tanimagan seni ham bilmas. Termiziy bobomiz mana shu oddiy tuproqni, Sherobodni dunyoga tanitgani kabi sizlar ham shu nomni, hamisha vatan degan nomni bir yelkalaringizda baland ko'targan bir baxtli, saodatli insonlar bo'lishingizga tilakdoshman. Rahmat sizlarga.